2026 yilgi Chevrolet Labo O'zbekiston bozorida eng ko'p sotiladigan va ishonchli tijorat avtomobillaridan biri sifatida yana yangilangan ko'rinishda taqdim etildi. Ushbu model kichik biznes egalari, yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar va kundalik maishiy ehtiyojlar uchun qulay tanlov bo'lib kelmoqda. Yangi Labo o'zining ixcham o'lchamlari, katta yuk sigimi va tejamkorligi bilan mashhur. Avtomobil tashqi dizaynida oddiy, ammo zamonaviy chiziqlar saqlab qolingan bo'lib, baland kabinasi va keng yukxonasi bilan ajralib turadi. Oldi qismi mustahkam bamper va ixcham faralar bilan jihozlangan. Bu esa uni amaliy va ishonchli ko'rinishga olib keladi. Salon ichida esa haydovchi va yo'lovchi uchun qulay o'rindiqlar, oddiy boshqaruv paneli va zamonaviy funksiyalar mavjud. Qulay rul, tejamkor konditsioner va multimedia tizimi ish jarayonida yanada yengillik yaratadi. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Labo kuchli va ishonchli 6,8 litrli benzin dvigateli bilan ta'minlangan. Uning yonilg'i sarfi kam, texnik xizmat ko'rsatishi arzon va qismlari oson topiladi. Mexanik uzatmalar qutisi avtomobilni boshqarishda soddalik beradi. Yuk tashish imkoniyati ham Laboning eng katta ustunliklaridan biridir. Katta yukxona turli mahsulotlar, qurilish materiallari yoki maishiy yuklarni tashishga qulay. Shu bilan birga, ixchamligi sababli tor ko'chalarda, bozorlarda yoki shahardagi gavjum joylarda ham bemalol harakatlana oladi. Xavfsizlik masalasida ham e'tibor qaratilgan. Kuchli kuzov konstruksiyasi, ishonchli tormoz tizimi va faralarning yorqinligi yo'lda xavfsiz haydash imkonini beradi. 2026 yilgi Chevrolet Labo O'zbekistondagi tadbirkorlar va kichik biznes egalari uchun iqtisodiy samarali, ixcham va ishonchli avtomobil sifatida yana o'z o'rnini mustahkamlamoqda. Uning narxi hamyonbop bo'lib, bozorda o'z segmentida eng ko'p tanlanadigan modellardan biri bo'lib qolmoqda. Siz ham yangi Chevrolet Labo haqida o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.